Akalar, ko'rib turgan joyingiz arkasi bu Quyuchirchiq tumani, ya'ni Beruniy shahri, ya'ni Dimitrov desa ko'pchilik bilishadi. Mana ro'paramiz quyonxona. Xullas sizlarga 15 sotuvli oldin shlakoblok sexi bo'lgan bitta barakali joyni ko'rsataman. Ungacha bitta like bosib, qizartirib qo'yinglar. Narxini ham aytib o'taman, 38 mingga qo'yishyapti. Pastdagi raqami. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini obzor qilib tushuntirib boraman. Mana ko'ryapsizlar, yo'lda ustida joylashgan. Bu yoqda Beruniy 100 metrdan keyin mana arkasi keladi. Mana ko'ryapsizlar, yaqin yo'lda ustida joylashgan. Xullas 80 metr taxminan kiramiz hozir. Xo'p, mana shu joyda joylashgan. Yangi yo'lga taxminan 16-17 kilometr. Aniq lokatsiyalari Telegram kanalimda bo'ladi. Instagram profilimda aktualligiga qadab qo'yganman. YouTube kanalida ham, Telegram kanalida ham o'sha yerga o'tib aniq lokatsiyalarni bilib olsangiz bo'ladi. Mana yo'llari ko'ryapsiz. Oldinlari polniy parniy qilingan ekan. Oldin bu joyda shlakoblok sexi qilib ishlatishgan ekan. Siz ham o'zingiz ideyangizga qarab, hozir pena blok, gazoblok deb kuchayotgan payt. Xullas, bu tadbirkor akalarga shuni linkini olib tashab qo'ysangiz, o'zlari sizlarga barakalar deyib yuborishadi. Yoki o'zingiz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, yaxshi joylardan olingan, xudo xolasa. Xullas shunaqa. Xo'p, Qo'yliqqa qancha? Qo'yliqqa taxminan shu 25-21 kilometr atrofida Qo'yliq positiga. O'sha ham taxmin etaman bularda. To'ytepaga 15-16 kilometr. Pitletga, ya'ni Pitletga 5 kilometrdan keyin Pitletga joylashgan. Ya'ni yangi yo'lga qarab chiqib ketaverish. Yaxshi lokatsiya. Mana bismillah, mana shu joydan boshlab kiraveramiz. Siz esa like bosib qizartirib turinglar. Qani, bismillah. Mana ko'ryapsiz. Bu yerda ikki xona ham qurib qo'yishgan. Mana ko'ryapsiz, shlakoblok sexi bo'lgan bu joy. Bo'ldi mana. Hovlini stяжка qilib, yon atrofda o'rab qo'yishgan. Akalarimiz bu yerda sholni ham solishyapti ana. Sholni ham reklamasini tiqib yuboraymi aka? Nech puldan bo'lyapti? Qaranglar. Oldin shlakoblok sex qilib ishlatishgan ekan. Mashina apparatlari hamma narsasi bilan shu ichida sizga berib yuborishar ekan. Ishi tem bo'li, svetdan 10 million to'lab qo'yishgan ekan. Bu ham sizga ekan bonusga. Bu yerda ikki xona, yashab turishga ikki xona bor ekan. No qulflangan uchun ichkani ko'rsata olmaymiz. Lekin mana ko'ryapsizlar. Bu yerga misol uchun ferma qilib qo'ysangiz ham menimcha idealniy, yaxshi joylar. Lokatsiyasi tem bo'li yaxshi bu yerda. Mana qarang. Qanaqa biznes qilsa bo'ladi? O'zlaringiz kommentariyada fikrlab yozib ketaveringlar. Ular ko'rib turgan joyingizda 38 ming deyishyapti. Yana kami bor. Ya'ni o'tib beradigan joyi bor. Xullas arzon narxda chiqib qoldik. Mashallah. Buni tezda yaqinlarga, tanishlarga jo'natib qo'yish kerak. Mana ko'ryapsizlar. Qarang, qanaqa joy. Bemalol o'zingizda tadbirkorchiligingizni qilsangiz yoki chorvachiligingizni qilsangiz ham menimcha shu yerga tikkan pulingizni karrasiga xudo xolasa qaytarib olasiz. Xullas, pastda egalar raqami bemalol savdolashib baraka qolsanglar bo'ladi. Manzil Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani, ya'ni Beruniy. Eski nomi Dimitrov desa ko'pchilik bilishadi. Mana shu joylar 100 mi Dimitrov sentrdan 100-150 metr ichkariga kirib kelar ekansiz. Ya'ni ro'paramizda quyonxona. Xullas, mana shu joylar. Xudo xolasa o'zingiz tadbirkorchiligingizni, biznesingizni qilsangiz baraka topadigan joylar inshaalloh. Bitta like bosib, tanishlar, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.